Assalomu alaykum azizlarim. Mana ko'pchilik talabiga muvofiq yana juda ko'pchilik ota-onalar mani farzandlarim bo'yi o'smayapti, bo'yi past. Shunga tavsiyalar mana ko'p vrachlar tavsiyalar beryapti. Bularni o'qigan bo'lsanglar kerak. O'qimagan bo'lsanglar vrachlarning tavsiyalari mana ham o'sha tavsiyalarni sizlarga aytmoqchiman. Bo'y o'stirish xudo xohlasa bu bo'yi agar genda buvalari o'tib ketgan avlodlarda ham, hattoki ota-onalarda ham, o'zini ota-onasida ham bo'yida masalan genda bo'yi kichkinalik, pakanalik bo'lmasa, bo'y o'stirishi choralari bor. Hattoki o'sha bo'yda bo'yi qisqa odamlarni ham farzandlari ishonib qilgan ko'p harakatlar natijasida bo'yi baland bo'lib ketganlar ma'lumotlar dunyo bo'yicha bor. Ana shu ma'lumotlardan qanaqalardir kerakli tavsiyalarni man sizlarga aytmoqchiman. Buni boshqa vrachlar ham aytyapti va yana bir marta quloq solinglar. Bo'y o'stirishni xohlaganlar albatta xudo xolisa niyatiga yetadi. Menga bu bo'yicha murojaat qilganlar ham bor. Yana izlanishda davom etaman va men sizlarga bugun bo'y o'stirish uchun yozgan 17 ta tavsiyamni albatta yozib olganimga o'qib beryaptilar demanglar. O'rtoqlar, bu izlanish mehnati oqibati-ku. Hammasini masalan bemalol aytishim mumkin, o'zimda saqlab qolganman, lekin aytayotganda qaysi birdir qolib ketmasligi uchun albatta yoshimga qarab yozib olganman. Eshitinglar, mana shu 17 ta tavsiyadan o'zingizlarga keragini xulosa qilinglar va shundan foydalaninglar. Ajab emas, xudo xohlasa niyatingizga yetsanglar. Eng kerakli gap o'yda emas, gap aqlda. Aqlli, hushli, o'z o'rnini topadigan yigit qizli bo'lib qolishini va kelajakda har bittasi baxtini topishini Allohdan tilab qolaman va tavsiyalarimni aytishni boshlayman. Demak, birinchi tavsiyam sog'lom vitaminlari va minerallarga boy ovqat yeyish kerak deyapti. Qarang. Darrov hali ukol, tabletka emas, sog'lom mineralli va sog'lom vitamin mineralga boy ovqat yeyish kerak deyapti. Ana shu haqida hech qachon unutmanglar. Birinchi qiladigan har qanday narsangiz ovqatga bog'liq. Men suvimni ichishim kerak edi. Oxiri bugungi suv. Birinchi tavsiyamni yozib oldinglar. Demak, vitaminga boy, mineralga boy, har tomonlama oqsil, uglevod, mineral va yog'ga boy ovqatlarni beringlar bolaga. Ikkinchisi, eng kerakli tavsiyalardan biri, buni ko'p eshitgansizlar. Ayniqsa bo'yi o'smayotgan bolalarni uyqusi ikkinchi tavsiyam. Eng kami soat uyqusi bir sutkada 9 soat uxlasin. 8-9 soatdan kam bo'lmasin. Iloji bo'lsa 9 soatdan ham kam bo'lsin. Yoshroq bo'lsa, iloji bo'lsa 10 soat bir kunda uxlasin. Ana shu uyqu nima uchun vaqtli, uni ustiga vaqtli 9 da iloji bo'lsa vaqtli uxlasin deyilishini sababi, undan tashqari vaqtli uxlash kerak. O'tirmaslik kerak 12-1 gacha. Agar siz vaqtli uxlasangiz, kechqurun 12 dan to ertalab 4 gacha har bitta organizmda o'sish gormoni ishlab chiqarilar ekan. Ana shu paytda siz uxlab yotgan bo'lsa bola, demak o'sish gormoni organizmni kechasiga o'stirar ekan, qarang. Kunduziga emas, kechasiga. Ana shundan foydalanib qolinglar. Bugundan boshlab bolalaringizni shunaqa qilinglar. Endi 3-tavsiyam sport bilan shug'ullansin. Shug'ullantiringlar. Ayniqsa birinchi meni taklifim, oldindan ham taklif qilganman, aytardim, turnirga maktabdagi bunda osilib turib, sakrab turib, osilib turib, oyog'ingiz yerdan mashincha baland bo'lmasin. Turnir shunda mo'ljallab qilingki, o'sha turnirga osilganda oyog'i yerdan ozginagina ko'tarilib tursa bo'ldi. Ana shu holatda bo'lmasam, yerni tortish kuchi bor. Charchab qoladi. Charchamasin desangiz, ana shunaqa o'ziga moslab turnir qilsangiz, turnirda mayli iloji bo'lmasa, qatta turnir bo'lsa, shu turnirga osilsa, turnir bo'yi cho'zadi. Umidxon pog'onasini basga tortadi. Siqilib,
nima kompressiya ezilib turgan umurtqa oralari ochiladi, suyaklar mustahkam o'sadigan bo'ladi. Birinchisi sport turidan birinchisi, demak, u ham sportga kiradi. Turnirga o'xshalishi qanda qilmayli. Qilaveringlar, ko'rasizlar natijasi nima bo'lishini. Keyin suzishga, basketbol, voleybol, taekvondoga qatnagan mani nevaralarim ham va bo'ylari baland bo'ladi. Voleybol, basketbol, mana shularga qat beringlar. Qancha harakat qilsa bo'y baland bo'ladi. Keyingi taklifim, buni ham men o'rganganimni aytyapman. O'zim o'ylab, o'zingiz o'ylab topding deb aytishadi-yu. Endi qayerdan o'ylab topasan? O'rganmanman shu yoshimda. Keyingi taklif velosiped haydaydi-ku bolalar. Velosipedda orqada o'tiradigan egarini tepparoq qiling. Oyog'ini haligi nimasiga aylantiradigan joyiga zo'rg'a yetadigan. Demak, velosiped egarini baland qilib haydash kerak ekan. Bu o'sar ekan. Buni o'sganlarni o'tsifidan olib men sizlarga aytyapman. Yana mana shu yozayotganlarimni o'tsiflardan olingan. Yana jiyda qaynatib, yana bir bola aytyaptiki, men deydi, jiydani qaynatib 1 litr suvda kuniga ichaman deyapti. Natijasi yaxshi deyapti. Qancha santimetrni aytmagan. Va sabzini xomini yeyman, so'kini ichaman yoki so'kini ichamasam bitta so'zni albatta har kuni yeyman. So'zni ham bo'y o'stiradi, bilasiz, so'zning tarkibida qanaqa mineral, qanaqa vitaminlar borligini. Endi yana bittasi aytibdiki, oddiy polivitamin. Qimmatini olmaylar. Ani polivitamin 8 ga 12 bor, 8 xil vitamin, 12 xil minerali bor vitaminlarni ichiringlar bolalarga. Ana shu ham bo'yishga yordam beradi. Ya'ni kuniga bir marta obedda berasiz, lekin vitaminlarni berganda albatta to'q qoringa berish kerak. Ovqat yegandan keyin, ozginadan keyin bersanglar bo'ladi. Endi oqsilga boy sut, qatiq, go'sht albatta mahsulotlari bo'lsin deydi, ilojini qilasizlar. Endi mana shu mahsulotlar oqsilga boy, tabiat, hayvon mahsulotlaridan ko'proq iste'mol qilsa, demak u oqsil bu skeletni, odam organizmi skeleti hisoblanadi. Organizmi demak o'sishiga, suyaklarning o'sishiga ham yordam beradi. Endi obed mahalida ham mana yana bitta taklifim, buni men eshitdim. Shu bitta odam o'g'lim deydi, obedda deydi 2 soatdan uxladi va bu haqiqatdan ta'sir qilar ekan va bo'y o'sdi deydi. Endi bunga men o'tsiflarda o'qigam deyaptiki, ha meni bolam obedga-ku, obed o'qiy, nima qilamiz? Harakat qilasiz, uyqudan turgandan keyin 2 soatdan keyin yana 1 soat to ketguncha uxlatishga yo'lini qilasiz-da. Xullas harakat qiling, obedda ham uxlatish kerak ekan. Keyin bir oyda 2 marta baliqqa to'yib yesin ekan. Mana shu bo'y o'smayotgan. Vitamin A ni kuniga bitta tabletkadan ichirishingiz kerak ekan. Vitamin A, keyin L-arginin degan berib, sport bilan L-arginin degan sportchilar ichadigan mahsulot. Ana shuni ichib sport bilan shug'ullansa, ta'sir tez bo'lar ekan. Yana bitta eng yaxshi nasihatlardan biri, menga deydi, bir odam yozib, meni bolamga deydi, bug'doy unidan non qilib berdim deydi. Bug'doy, kepak, bug'doy unidan qilingan non mineral, vitaminligi nihoyatda boy ekan va meni bolamni bo'yi o'sdi deyapti. Qarang, eslab qoldingizmi? Endi yana bir odam aytdiki, men deydi, bolamni bo'yi o'smaganda 7 xil daraxtni mayda novdalarini olib aralashtirib, terib, qaynatib ichirganman. Bolamni, demak, qarang, 7 xil meva daraxti, har bittasining tarkibi har xil. Ana shuni katta yog'on shoxini emas, ingichka novdalarni 7 xil birlashtirib, ana shuni novdalarni maydasini terib, uni maydalab choptirib, ana shuni damlama tayyorlagan. Dozasini yozmagan. Endi uni dozasini o'zingiz chiqarib olinglar. Har bitta organizm har xil deb doim aytaman. Yana sizlarga eng yaxshi tavsiya, bo'y o'stirishdan yangi tavsiyalardan biri, iltimos, ana shu bo'y o'smayotgan bolani gemoglobinini tekshirtiring. Balkim unda anemiya yo'qmi? Lekin hattoki tishida kariyes yo'qmi? Shular ham ta'sir qilar ekan bo'y o'smaslik, o'sishiga. Demak, albatta gemoglobinini tekshirtiring.
berayotgan mana shu yuqoridagi maslahatlarim hammasini qiling va albatta natijaga erishasiz. Va yana jinsiy bu temani man vrachman, ayolman, ibodatli ayolman, aytmasam vrachda bo'lmaydi. Bolalarda qarang, bolalarning o'sishi, yigitlarda suyaklarni o'sishi 25 yoshgacha deyilgan. Ayollarda 18-20, lekin vaqtli turmushga bersa 22 yoshligacha o'sadi deydi qizlarda. Lekin vaqtli turmushga bersa bo'ldi, bo'yish to'xtab qoladi. Shu undan tashqari vaqtli jinsiy aloqa, qarang, jinsiy aloqa ham bo'yi o'sadi. Yana bitta ogohlantiryapti olimlar. Masalan, jinsiy o'zini kechirasizlar, aytishga majburman. Jinsiy onanizm degan narsa bor, bilasiz. Jinsiy o'zini qoniqtirish bilan shug'ullanmaydimi? Bolalarda tekshiring. Ana shu ham o'zi bo'ldi, o'zi katta. Aytdim-ku sizga, jinsiy hayot boshlangandan keyin o'zi o'sish to'xtar ekan, rivojlanish to'xtar ekan, suyaklar tomonidan. Shuning uchun ham shu holati bo'ladigan bo'lsa, bunga ham обязательно ahamiyat berib, mutaxassisga uchrashishini men iltimos qilgan bo'lardim. Mana shuni ba'zilarga o'ziga yetolmayman, mana videoda aytdim. Shunga ham katta ahamiyat beringlar. Eng kerakli tavsiyalarimdan yana bittasi, buni hamma tavsiya qiladi. Bir odam aytdi, men bolamni shunaqa ayadim deydi. Og'ir mehnatga jalb qilmang va og'ir ko'tartirmang. Og'ir suyaklarni ezib pasaytiradi. Hamma narsadan, unaqa ishlardan ozod qiling va ana shu bolangizga astoydil o'zingiz harakat qiling. Endi yana 17-chi beradigan sizga nasihatim, bola sport bilan shug'ullangan ochlik hissini paydo qilishini bilib olinglar. Agar bolangiz sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa, unda ochlik hissi paydo bo'ladi, demak ovqatni yetarlicha miqdor. Ba'zi bolalar ishtahasi yo'q, ovqat yemaslikdan ham, chimtib ovqat yeyishdan ham bo'yiga ta'sir bo'lishi mumkin ekan. Ana shuni ham hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Va sizga yana bitta tavsiyam bor edi. Menga bittasi tuya suti haqida tavsiya bering. Tuya sutini o'zi tarkibida nima bor debdi. Mana bilasizlar, Jizzaxda tuya suti bilan davolaydigan klinika bor deb eshitganman. Tabiblar bor tuya suti bilan davo. Tuya suti koni foyda. Tuya suti haqida ma'lumot so'raganingiz uchun savolingizga javob bermoqchiman. Tuya sutini tarkibida C vitamin ko'p, A vitamin ko'p ekan, B gruppa vitaminni hammasi bor ekan va D vitamin. Undan tashqari aminokislotalarning har xil bor ekan, kalsiy, temir moddasi bor ekan, qarang. Mis, rux, fosfor, oltin gugurt hattoki va mana shu buni tarkibidagi ayniqsa temir moddasi mol sutini tarkibidagi temir moddaga nisbatan, echki sutiga nisbatan 10 barobar ko'p ekan. Temir, ayniqsa temir железо defitsitli anemiyasi borlar. Ayniqsa tuya suti ichsa juda foydali ekan. Qarang, tarkibida nimalarni bilib oldingiz. Ana shu narsalarni esingizdan chiqarmang. Yana tuya sutini tarkibida insulin gormoniga ko'p ekan. Ya'ni insulinga o'xshash protein bor ekanda, insulin ko'p deyapti. Qarang, buni o'zi aytibdiki, bu qandli diabeti borlarga tuya sutini ichish nihoyatda foydali ekan. Albatta, tuya sutini och qoringa ovqatdan iloji bo'lsa deyapti 2 soat oldin 3 mahal 200 grammdan bir kunga ichiladi. Homlik ichiladi, albatta uni issiqini ichsa, tepasida tursa nima deydi, yordam ko'p bo'lar ekan. Lekin tuya sutini masalan o'tbetdan borib olib kelsanglar, 6-8 kungacha boshqa sut aylisa ham tuya suti xolodilnikda yaxshi saqlanar ekan. Lekin xolodilnikdan olib tuya sutini ichmaysizlar. Mana tuya suti haqida so'raganlar. Uni avval xolodilnikda, qarang, aynamas ekan u 6-8 kungacha. Uni olasizda avval albatta ilitib turib, iliq holatda ichsangiz sizga shifo bo'lar ekan. Agar immunitet pasaysa, har kuni yarim litrdan yangi sog'ilganini ichib 4 soat ovqat yemasangiz, bu sizni immunitetingizni super ko'tarar ekan. Agar mana shu immunitetni ko'tarish maqsadida yarim litrdan tuya sutini ichadiganlar, uni ichgandan keyin 4 soat ovqat yemasdan, keyin uni shifo uchun ichayotgan mahalda achchiq, sho'r, dudlangan, konservalangan spirt yoki boshqa narsalarni ichmasa,
u rosa ham katta o'sha nima niyatda ichayotgan bo'lsa niyatiga yordam bergan. Ya'ni organizmni tuya suti tozalar ekan, boshqatdan yangidan yangidan qilar ekan va mana shu siz tuya sutini icha boshlaganda siz organizmingizda yangilanish protsessi, ya'ni tozalov ketyapti. Butun ichkangizdagi ichkaringizda qanaqa noto'g'ri narsalar bo'lsa o'shalarni tozalar ekan. Ich ketish to'xtamasa, agar tuya sutini mana oxirgi siriga yetadigan shu tavsiyam, tuya suti haqida ma'lumot berdim. Tuya sutini nimalarga foydalilarini ham o'zingiz juda ham yaxshi bilasizlar. Tuya sutini agar organizmga sizni ichingizni uzoq muddat ketkazadigan bo'lsa, tuya suti ichadiganlar bilib olinglar. Tuya sutini qattiqni ichsanglar, o'sha sutni ichganni kuchiga ega bo'lar ekan. Xayr salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Omon bo'ling do'stlarim.